Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kuzatuvchilarimizdan savollar tushyapti. Bugungi tushgan savolimiz ko'krakda kista bo'lsa xavfli emasmi, davolasa bo'ladimi degan savol tushgan. Kista xavfli emas. Fibroz kistoz mastopatiya, ya'ni o'sha ko'krakdagi kistalar ko'p uchraydi. 10 dan 8 tagacha yo'lda uchrash ehtimoli bor. Davosiga keladigan bo'lsak, kistalar konservativ davolanadi. Konservativ davo bilan kistalarni belgilari yo'qoladi. Kistani o'zi so'rilib, batonim yo'qolib ketmaydi. Ichida suyuqlik kamayishini hisobiga ultrazvukda o'sha tekshirilganda kista aniqlanmay qoladi. Kista qachon operatsiya qilinadi? Kistani operatsiya qilish juda kam holatlarda operatsiya tavsiya qilinadi. Qachon kistani ichida ortiqcha solidniy образование bo'lsa, ya'ni ortiqcha qismi boshqa kistani ichida o'sma bo'lsa yoki hosila bo'ladigan bo'lsa, albatta operativ davo tavsiya qilinadi. Ikkinchisi, kista yiringlasa operativ davo tavsiya qilinadi. Boshqa holatlarda operativ davo juda kam tavsiya etiladi.